Chempionlik uchun jamoa hozir lekin kurashyapti, lekin birinchi davrada ketma-ket 5 ta mag'lubiyat desa ham bo'ladi. Sezon boshida AGMK, Jizzax, Surxon, o'zimizda Andijon, Dinamo o'sha mag'lubiyatlar ko'payib ketganligi va trener iste'fosi bo'ldi va undan keyin jamoa o'zini urovenni ushlashga, yana yaxshi o'ynashga harakat qildi. Lekin jamoada chempionlik ruhiyati borligi, jamoa kuchli jamoalarga nisbatan, misol uchun chempionlik uchun asosiy da'vogar Neftchi bilan ham yaxshi to'p surdi. Mehmonda g'alaba, o'zimizning maydonimizda ham 10 kishi bo'lsa ham g'alabaga erishdik. Nasab maydonida 2-2 durangga erishildi. Navbahor juda yaxshi formadaligi paytida Toshkentda 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratildi. Va keyin ikkinchi davrada Aziz Turg'unboyev, Hojimat Erkinov, Zayd va futbolchilar Bobur jamoa qo'shilishi bu shubhasiz jamoa tarkibini kuchaytirdi va terma jamoa o'yinchilari sonini ham nisbatan oshirdi. Va ayrim futbolchilar jamoani tark etdi. Va Toshkentda bo'lgan AGMKga qarshi o'yindagi yaxshi o'ynab yutqizganimizda imkoniyatimizni nisbatan pasaytirdi. Agar AGMKda g'alaba qozonganimizda hozir chempionlikka eng asosiy da'vogar Nasab bilan Paxtakor bo'lgan bo'lardi.